Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Zavod avto kanali obunachilar do'stlar, bormisizlar? Xudo xolasa navbatdagi reklamamiz do'stlar 9 mestali zo'rindan avtomobil ko'rsataman hozir. Holat shu holatdagi zo'r avtomobil 9 mestali. Bugun xudo xolasa sizlarga navbatdagi reklamamiz 9 mestali avtomobilimiz bo'ladi. Bu holat shu holatda mana monitorlari mexanika korobka bo'ladi bu. Mestasi mana 9 mesta bo'ladi. Bemalol B kategoriya bilan haydayverasizlar. Mana bular ham polni aquaprint bo'lgan ekan. Mana holati zo'r, sidina holatlari abduf, abagrev. Mana hamma narsasi bor. Holati zo'r. Bu Rossiya, Qozog'iston qatnayman deganlar uchun zo'r variant. Mashina holati cho'tkalagan mana. Tiniq mashina. Sidilar ham отдельно turadi. Bir-biriga mushayt qilmay o'tiraverasizlar. Bemalol minib sidilar yumshoq. Rossiyaga ketaman desangiz ham, Qozog'istonga ketaman desangiz ham bemalol ketsangiz bo'ladi. Bo'lgan holatlari ham pachka. Mashina o'zi ham yap-yangi turibdi, qarang. Aziya Motors'dan xarid qilingan avtomobil M5. Buni yangilari qimmat turadi. Bahası qimmat turadi bunun tozalarini. Bu ham endi toza. Ekranda pastda nomer turadi. Do'stlar, kimga qiziqli bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefonlashib olishingiz mumkin. Bahası 21,5 ming dollar aytib turibdi. Üstünde gelişip beraman dedi. Oldu görünüşü. 21.500 dolar narxı. Bemalol ustalar bilan gelip tekshirib olsangiz bo'ladi. Mashinamiz Toshkent shahrida turibdi. Bemalol kelsangiz shu yerda chiroyli narx qilib nomingizga oformit qilib akitsangiz bo'ladi. Buni kredit variant etib olsangizlar ham bo'ladi. Rossiya, Qozog'istonga qatnayman desangizlar, bemalol shu avtomobilni olsangizlar bo'ladi. Gabarit ham katta, 9 mestali, B kategoriya bilan bemalol haydasangiz bo'ladi. Like bosib videoni tarqatib tashlaymiz do'stlar.